Assalomu alaykum. Men sizlarga hozir ultra tovushli nebulizator qurilmasini tushuntirib beraman. Mana ko'rib turibsizlar, bu qurilmamiz nima maqsadda ishlatiladi? Bu qurilmamiz nafas yo'llarini davolash hamda xonani namlantirish uchun ishlatiladi. Mana qurilmamiz ko'rib turibsizlar. Mana bu yerdan dori solinadi. Ya'ni o'sha nafas yo'llarini davolash uchun dorimizni bug'ga aylantirib nafas yo'llariga jo'natiladi. Asosiy knopkasi tarmoqqa ulaganimizdan so'ng 220 tarmoqqa ishlaydi bu qurilmamiz. Qo'shib o'chiradigan kulchatilimiz. Bu yerdan vaqtini boshqaramiz. Qurilmamizni misol uchun 10 minut, 20 minut o'sha vaqtga qo'yib bu yerdagi bug'ni nafas yo'llariga jo'natish mumkin. Bu yerdan tezligini boshqaramiz. Endi qurilmamiz ichidagi shu elektronika detallari nimalardan tashkil topganligini tushuntirib beraman. Qurilmamizni ichini ochib. Mana ko'rib turibsizlar, ultra tovushli nebulizator qurilmamiz 220 tarmoqdan kuchlanish keladi. Kelgan kuchlanish mana bu yerda transformatorimiz turibdi. Transformatordan 12 volt qilib kuchlanish chiqariladi. 12 volt o'zgaruvchan kuchlanishimiz mana asosiy plataga kelyapti. Asosiy platamiz o'zgaruvchanni mana 4 ta diodli mos o'zgarmas kuchlanishga aylantiradi. Bu yerda kondensatorlar filtrlaydi. Kelgan kuchlanishimiz mana bu yerda MOSFET, ya'ni tranzistor turibdi. Tranzistorimiz bu signalni 107 MHz chastotaga aylantirib beradi. 107 MHz chastotani piezo elementga uzatiladi. Piezo elementimiz bunga tushgan suyuqlikni bug'ga aylantirib beradi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda katta mana ko'k elementimiz turibdi. Bu ko'k elementimiz sovutish, radiator vazifasida turibdi. Mana MOSFET bilan piezo elementni sovutish uchun qo'yilgan. Keyin bu transformatorimizda yana o'zgaruvchan kuchlanish kelib turib, mana bu yerda turibdi diodli mos filtrlash, bundan o'tayotgan kuchlanishda. Keyin mana bu yerda ventilyatorga uzatilyapti. Bu yerda ventilyatorimiz sovutish, mana bu yerdagi piezo elementimizga tushgan suyuqlikni ziyodasini quritish vazifasida turibdi. Sizlarga bitta savol. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu ham tibbiyot qurilmasi, ultra tovushli nebulizator. Boshqa chiqargan videolarimizda ham ichki qismlarni ko'rsatganmiz. Hamma tibbiyot apparaturlarida mana transformatorlar dumaloq shaklga ega. Mana ko'rib turibsiz, bu transformatorimiz to'rtburchak shaklga ega, lekin bu tibbiyot apparaturlarida ishlatilmaydi. Bu ham 220 ni 12 volt qilyapti. Bu transformator ham 220 voltni 12 volt qilib beradi. Nima sababdan tibbiyot apparaturlarida bu dumaloq transformator ishlatiladi, boshqa sohalarda to'rtburchak. Ya'ni bu to'rtburchakka nisbatan bu dumaloq transformatorlarimiz qimmat hisoblanadi. Farqi nimada? Shuni kommentariyalarda yozib ketsangizlar.